Assalomu alaykum, hurmatli bizni kuzatib borayotgan kuzatuvchilarimiz. Yaxshi kunlar doimo sizga nasib qilsin. Yaxshi kunlarda uchrashaylik. Sihat salomat bo'ling doimo. Bugungi bu videomiz ko'proq bizga har xil yo'llayotgan xat xabarlaringizga asosan har xil morfofunksional tekshirishlar, ultratovush tekshirishi, rentgen, MCT, MRT, EKG va boshqa endoskopik shunga o'xshagan har xil tekshirishlar klinik tashxis qo'yishga haqlimi? Ya'ni bu tekshirishlar natijasida to'g'ridan to'g'ri tashxis qo'yiladimi degan savol bergansizlar. Shu savolga jamlasak bo'ladi. Hamma yuborgan savollaringiz. Har bir bu tekshirishlar ahamiyati katta albatta. Bular siz demak biz natijaga erishib bo'lmaydi. Ammo klinik tashxis, asosiy klinik tashxis uni asoratlari bitta yoki ikkita tahlil tekshirish bilan qo'yilmaydi hech qachon. Buning uchun bir qancha tahlil tekshirishlar bajariladi. Buning nomi har bir kasallik tashxisi Jahon kasalliklar klassifikatsiyasi bo'yicha MKB 2014 da kiritilgan o'zgarishlar bo'yicha talab chegaralari bor har bir kasallik uchun. Bu talab chegaralar simptomatik klinik belgilar dan tashqari tahlil tekshirishlar 90 da bo'ladi. 3 ta, 5 ta, 7 ta, 9 ta, 11 ta, 13 ta, 15 ta, to 15, 17 tagacha kriteriy bor. Kriteriy bu talab chegaralar. Nima uchun 90 da olingan? Chunki shularning kamida 60%, 70% aniqlanishi kerak. Shunda sizga shu tashxis qo'yiladi yoki shu asorat aniqlanadi. Demak, hamma kasalliklarga tashxis qo'yish ikkita yo'nalishda davom etadi. Bu shoshilinch, bu shifoxonalarda albatta. Ularning salohiyati, asbob uskunalari ko'p, hamma imkoniyatlari katta. Va rejali tekshirishlar poliklinikalarda amalga oshiriladi. Oilaviy poliklinika, markaziy poliklinika, xususiy klinika va hokazo va konsultativ poliklinikalarda, markazlarning, oliygohlarning klinikalarida. Demak, rejali va shoshilinch shifoxonalarda. Hozir biz ko'proq rejali haqida gapiryapmiz. Demak, bu tekshirishlar ahamiyatga ega, lekin bu tekshirishlar o'zining xulosasida ayniqsa ultratovush ko'p menga xat xabarlar yuborgansiz. Ultratovush xolestit diagnozi qo'ydi yoki bo'lmasa gepatit diagnozi qo'ydi, tashxis qo'ydi. Bunday tashxis qo'yishga ularning haqqi yo'q, haqli emas. Ular morfofunksional, o'sha anatomiya, patanotomiya, patfiziologiya ko'rsatilgan morfofunksional o'zgarishlarni ko'rsatish kerak. Ya'ni qanaqa yallig'lanish belgilari bor? Misol uchun, oshqozon osti bezida, o't pufakda, jigarda, buyrakda va ko'rayotgan boshqa organlarda qanday o'zgarishlar bor? Infiltrativ o'zgarishlar, kistozli o'zgarishlar va boshqa struktur o'zgarishlar va granulyom o'zgarishlar, pufakchalik o'zgarish va hokazo ko'rinishdagi o'zgarishlarni yozishlari kerak. O't pufakka kelsak, o't pufak och qoringa ovqat yegandan keyin 1 soat, yarim soatdan keyin ko'riladi. Ya'ni o't pufak ovqat yemagan holda, bo'sh holda va qisqargan holda ko'rinishi kerak. Va shunga qarab, uni disfunksiyasi qanaqa, motorikasi qanaqa yozilishi kerak va ichidagi yallig'lanishlar, infiltratsiya, boshqa o'zgarishlar, toshlar, poliplar va boshqa razmeri organlarning ko'rsatilishi kerak. Hech qachon xolestit yo pankreatit belgilari to'g'ridan to'g'ri ultratovush qo'yishga haqli emas. Xuddi shunday rentgenda agar sizda o'tkazda bo'lsa, infiltrativ belgilar, pnevmoniyaning 4 ta patofiziologik, anatomik jarayoni bor. Bu stadiya o'sha priliv kelishi, qizil infiltratsiya va ko'k infiltratsiya va xulosa. Demak, qaysi infiltrativ stadiyada ketyapti va har xil poluslar, bronxektaziyalar va limfat tugunlari ahvoli
suv yig'ilgan yo'q, mana shunaqa belgilarni rentgen ko'rsatish kerak. Menga shunday savollar kelyapti, mana rentgenda yuragim kengaygan ekan yoki bo'lmasa aorta kengayishi belgilari bor deb yozgan. Belgilari bor deb yozgan. Bunday yozishi mumkin. Lekin yurakda haqiqatan kengayganini, uni pozitsiyasi o'zgarganini, unda dilatatsiya, anevrizma, aortaning kengayishi bu har xil o'zgarishi mumkin. Anevrizm bo'lishi mumkin. Kengayishi, har xil kengayishlari bo'lishi mumkin. U yerda ateroskleroz belgilari bo'lishi mumkin. Atslayishi bo'lishi mumkin. Qavatlanish. Bularni ko'rish uchun albatta Doppler tekshirish qilinadi yoki MCT MRT qilinadi yoki PET qilinadi, pozitron emission tomografiya. Shuning uchun oddiy rentgenda bu ko'rilmaydi. Bu oddiy rentgenda gumon sifatida berish mumkin. Lekin rentgenning asosiy, ko'krak bo'shlig'i rentgenning asosiy bizga kerakli tarafi, terapevtlarga, kardiologlarga boshqa kerakli taraf shuki, o'pkani holati va qisman umurtqaning qanaqa iskrilinlar borligi, mana shunday holatlar bizga juda kerak. Mana shunday holatlarda u ko'rsatib yozish kerak. Endi MCT ga kelsak, multispiralni kompyuter tomografiya yoki MRT uning sal boshqacha varianti yoki pozitron emission. Albatta bular ham juda zarur, lekin bular ham diagnoz qo'ymaydi, tashxis qo'ymaydi. Bular ma'lum morfofunksional anatomik o'zgarishlar, patanatomik o'zgarishlar sizga yozib beradi. Misol uchun o'sha diskning protuziyasi bormi, yadrosi qanaqa, siljish qanaqa, razmeri, pazmonochklarning razmeri, iskisa solishtiradi, necha foizga qisqargan, ya'ni bu kalsiy qochish bormi, yo'qmi, osteoporoz bormi, yo'qmi, mana shu belgilarni qarab beradi. Undan tashqari qiyshayishini ko'rsatadi, bu fiziologikmi, patologikmi va uning darajasini ko'rsatadi. Mana shunday holatlarga ahamiyatli agar biz umurtqani olsak. Undan tashqari organlarda MCT MRT juda katta ahamiyatga ega. Ayniqsa biz aytdikki, noinvazif kalsiy indeksini aniqlashga koronar arteriyalar, MCT MRT, pozitron emission tomografiyaning ahamiyati juda ham katta, lekin ular tashxis qo'ymaydi. Demak, bundan tashqari EKG da ham xuddi shunday. EKG juda katta ahamiyatli. Misol uchun 90% gacha bo'ladi uning dokazatlini isbotlovchi holati bu o'tkir koronar yetishmovchiliklarda, ya'ni o'tkir koronar yetishmovchilikda, infarkt oldi holatlarida, o'tkir holatlarda ko'rsatish yuqori. Blokada, aritmiyalar ko'rsatishi, sindromlarni ko'rsatishi ham juda ham katta ahamiyatga ega. Ammo yurak kengayishlari, yurak pozitsiyasining o'zgarishi, kengayishlarini bu albatta ko'proq nisbiy ko'rsatadi. Buni EKGda aniq ko'rinadi va Dopplerda. Shuning uchun EKG ham hech qachon aniq tashxis qo'ymaydi, balki morfofunksional o'zgarishlarni ko'rsatadi. Morfofunksional o'zgarishlar har qanday tekshirishdagi bu klinik tashxisning bir nechta asoslaridan biri, ya'ni o'sha talab chegaralaridan biri hisoblanadi. Vrach bu ma'lumotlarni olib, misol uchun sizga zarur bo'lgan tekshirishlar berdi, misol uchun sizga EKG berdi, UZI berdi, buyrakda UZIsi, buyrakda Doppleri va kreatin mochilini tekshirib va hokazolarni ko'rib, Doppler eholarda yuragini ko'rib sizga tashxis qo'yadi. Asosiy tashxis nima? Eng hayotiy xavf shu onda bemorga berayotgan eng asosiy hayotiy sog'lig'iga xavf asosiy diagnoz deyiladi, tashxis deyiladi. U bitta bo'ladi. Uni davolovchi shifokorimiz qo'yadi. Qo'yib, misol uchun qo'yganda sizga va unga yondosh kasallik aniqlaydi, ya raqobatdosh kasallik aniqlaydi. Mana shuning uchun ham bu tahlil tekshirishlar zarur. Bu tahlil tekshirishlarda albatta aniqlaganda har bir kasallik uchun belgilangan, misol uchun 13 ta bo'lsin, 9 ta bo'lsin, klinik belgilar bilan birga bir tomondan klinik belgilar, shikoyatlaringiz va paypaslab ko'rilganda, eshitganda belgilar, tarozining ikkinchi tarafda tahlil tekshirishlar. Ikkalasidan talab chegaralari kasallik aniqlanib 60%, 70% aniqlangandan keyin sizga tashxis qo'yiladi. Buni davolovchi vrach qo'yadi. Demak, endi albatta savol tug'iladi. Amaliyotda bunday emas bu. Poliklinikadan o'zing ultrazvuk xonasiga kirsangiz, birdan sizga tashxis qo'yib beradi.
albatta buni sizning davolovchi shifokoringiz tushuntirib, mana bu asosga ko'ra sizga mana bu tashxis qo'yilyapti deydi. Lekin mana shu hozir yuqorida sanab o'tgan tekshirishlar asosida birlamchi tashxis qo'yilishi mumkin. Birlamchi tashxis qo'yilib davo boshlanishi mumkin. Lekin to'liq davo berish uchun sizga klinik diagnoz qo'yish kerak. Окончательный oxirgi klinik tashxis qo'yish kerak. Klinik tashxis bu oxirgi tashxis hisoblanadi. Предварительный birlamchi tashxis sizga davoni boshlashga, misol uchun sizga og'riqni qoldirish, ahvolingizni yaxshilash, ko'ngillanishni qoldirish, yurak urishini kamaytirish, xafaqonlik qon bosimini tushirish, misol uchun o'tfakta og'riqlarni kamaytirish, pankreatga, surunkali pankreatga xos bo'lgan belgilarni kamaytirish, mana bular boshlanishi mumkin. Bu lotincha nomi bor buning. X Juventus to target deyiladi. Bu degani probni davo boshlanishi natijagacha. Demak, hamma ma'lumotlar yig'ib, natija qilib, umumiy to'liq tashxis qo'yib, to'liq davo berguncha bo'lgan vaqtdagi davo deyiladi. Bu shunaqa lotincha, demak, alifbo qabul qilingan tibbiyotda buni yaxshi bilasizlar, bundan biz foydalanishimiz kerak. Mana shunday ahamiyatga ega. Endi savol tug'iladi. Kim nazorat qilish kerak? Mana shu demak, davlat talab standartlari bo'yicha ultratovush, rentgen, MCT, MRT, endoskopik tekshirishlar, har xil endoskopik, bronxoskopiya, gastroskopiya va hokazolarning xulosalarini kim nazorat qilish kerak? Birinchi nazoratchi bu albatta shu shifoxonaning davolash ishlari bo'yicha muavini bosh shifokor. Albatta nazorat qilishga, o'zi klinisist bo'lish kerak, talab qilish kerak. Shu morfofunksional o'zgarishlarni yozsin. Bu tahlil tekshirishlar tashxis qo'ymasin. Jahon kasallik klassifikatsiyasi kasalliklarni qo'yishga haqqi yo'q tahlil tekshirishlar. Ular faqat o'zgarishlarni o'zida bayon qilish kerak. Uni shifokor ishlatadi. Endi eng asosiy, demak, eng asosiy nazoratchi bu Sog'liqni saqlash vazirligi. Sog'liqni saqlash vazirligining davlat talab standartlarini nazorat qilish komissiyasi bor. U har yillik, 6 oylik, yarim yillik, 1 yillik hisobot berish kerak. Ana unda ko'rsatish kerak. Masalan, Toshkent shahrida poliklinikalarda yo Toshkent shahrida shifoxonalarda qanday davlat talab standartlari, tibbiy davlat talab standartlariga rioya qilinyapti tashxislashda. Tashxislarda ahamiyati juda ham katta. Nega deganda sizga to'g'ri tashxis qo'yish sizni sog'lig'ingizni tuzalishingizni asosiy garovi. Sizga to'g'ri tashxis qo'yish sizni tuzalishingizning, hayotingizni tiklanishining asosiy garovi hisoblanadi. Shuning uchun ham biz aytyapmiz, birlamchi tibbiy bo'limimiz oilaviy poliklinikalar, markaziy poliklinika, tez tibbiy yordamga juda ham katta ahamiyatli. Bular yo'naltiruvchi. Agar bir to'g'ri yo'lda yo'naltirsa, demak, bemor to'g'ri yo'ldan ketib, yanglishmasdan to'g'ri tashxis qo'yilib, hayotiga xavf bo'lgan kasallik davolanadi. Va bular tekshirish natijasida asoratlari ham aniqlanadi. Agar noto'g'ri yo'ldagi nafaqat asosiy kasalligi, asoratlari ham aniqlanmay qoladi. Bular ahamiyati juda ham katta. Bunga e'tibor qilishimiz kerak. Bu juda ham zarur narsa. Yildan yilga zamonaviy tekshirishlar paydo bo'lyapti. Bulardan unumli foydalanish kerak. Unumli foydalanishda siz o'zingizning ishongan shifokoringizga murojaat qilganingizda ko'pchilik shifokorlar albatta sizning eng asosiy kasallik davomidagi hayotiy xavf bo'lgan holatda oldini olish uchun kerakli bo'lgan eng zarur tahlil tekshirishni sizga tushuntirib yo'llash kerak. Masalan, hozir ko'payib ketdi. Mana bugun ham meni oldimga keldi bemor. O'sha ikki tomonlama pnevmoniya o'tkazgan, Coviddan asorat qolgan. Coviddan keyin, asoratdan keyin reabilitatsiya, davomiy davolashda olmagan. Davomiy davolash olinmagan. Oilaviy poliklinika tekshirmagan, olmagan, nazoratga olmagan va ilgari surunkali pnevmoniya deydik. Hozir har xil demak fibroz, har xil bronxolitatik, emfizematoz va atrial o'zgarishlar ketayotganga o'xshaydi. Ayniqsa chap o'pkada va o'ng o'pkada ham bor. Mana uni eshitib, ko'rib,
yo'tal balg'am chiqish qiyin, hansirash katta, past yostiqqa yotolmaydi. Mana shunday holatlar bor va u yerda suv yig'ilgan alomatlari ham bor. Hozir men MCTga yubordim. Mana ko'rdingizmi? Eng asosiy zaruriy bo'lgan tekshirish bu holatda MCT. Agar siz pnevmoniya o'tkazgan bo'lsangiz, har xil asoratlar bo'lgan, asoratlashgan o'pka kasalliklari sizda bo'lsa, bir og'iz so'z bilan asoratlashgan o'pka kasalliklari bo'lsa, ko'p yillar bir borayotgan, sizga rentgen kerak emas. Sizga MCT va MRT kerak. Nega deganda sizga to'g'ri, aniq tashxis qo'yish uchun sizga rentgen yetarli emas. Siz 6 oyda bir yilda bir marta o'tib turishingiz kerak holatingizga qarab. Juda zarur. Va bundan keyingi funksional tekshirishlar bor. Pikometriya, spirometriya. Bu MCT natijasiga qarab biz birlamchi tashxis qo'yib boshlaymiz. Undan keyingi boshqa tekshirishlar ham buyuramiz. MCT birlamchi tashxis qo'yib davo berishga asos bo'ladi. Hozirgi aytgan holatimda. Har bir holatda ham shunday. Pankreatitga kelsak, ko'p qo'yadi pankreat. Даже yo'q bo'lgan tashxislarni qo'yadi. Demak, gepatopankreatit, pankreatit, gepatoxolitsistit bunaqa tashxislar yo'q. Bu tashxislar noto'g'ri. Morfofunksional to'qimalardagi o'zgarishlarni yozish kerak. Ultratovushda va boshqa tekshirishlar. Pankreatitga kelsak, surunkali pankreatit klassifikatsiyasi bor. Bu davomiy pankreatit aytiladi. Aniqlangan pankreatit va bunda qilinish kerak bo'lgan tekshirishlar bor. Sizning belgilar, simptomlar, Meyer-Robson simptomi va hokazo, gaz yig'ilish, ich berkiti va bulardan tashqari qanaqa tahlil tekshirishlar? Bu axlatda tekshirish to'liq. Axlatda elastaza degan ferment aniqlash, qonda amilaza, diastaza deyiladi boshqacha, sidikda lipaza aniqlash kerak. Bundan tashqari jigar fermentlari, LDG, shilashnagan fosfataz ham aniqlash kerak. Va bundan tashqari onkomarkor ham aniqlash kerak. Agarda ultratovushda va boshqa tekshirishda har xil fibroz va kistozning o'zgarishlar bo'lsa. Mana shu tekshirishlar zaruriy qilib qo'yilgan. Demak, diastaza, sidikda qonda, amilaza, lipaza, elastaza, axlat tekshirishi. Mana bu aniq qo'yilgan. Mana shuni ko'rib, siz aniqlaysiz ferment ichmasligini. Agar fermental protsess aniqlamasangiz, unda davolab bo'lmaydi. Rahmat e'tiborlaringiz uchun, savollarni kutib qolaman. Rahmat.